Qo'shni, Oh, bir savolda. hop. Hozirgi zamonda global muammo nima deb o'ylaysiz? Global muammomi? Ha? Global muammo ana bu kartani onasini emsin yerdan olib, ana bu yerga o'ynash. Qo'shni. Anani savolingizga javob beraman. Hozirgi zamonda eng global muammo Ish. bu ayollar qolib, erkaklar ko'chada karta o'ynab, narda o'ynab g'iybat qilishi qo'shni. Depata. Endi qarang, uzoqqa bormaymiz. O'zimizdan misol. Mana xotiningiz semiz do'mboq, siz kartonkada ozg'insiz. Nimaga? Bitta savol berdingiz deymanda. Nima uchun? Shu xotinga mahrga nima berasiz deb so'rashgan payt to'xtab berib qo'ygan edi. Astag'firullah, siz xotinga do'qti berganmisiz? Uy ro'zg'or ishlarichi? Qo'shni, chimalg'ida eringizdan nima olgansiz? Voy, shu desangiz qo'shnijon, men duxni olib qo'yganman. Yo'q, Ertalab vaqti turaman. Ovqat taqlayman. Pampers olaman. Bolani bog'chaga yetaman. Maktabga olib kelaman. Astag'firullah. Xotin ishlaydi. Sizchi? Siz nega semirmaysiz? Qo'shni, qarang. Labbi. Biz sizga o'xshagan uy ro'zg'or ishlarini qilmaymiz. Biz faqat ayolimizni ko'ngliga qaraymiz. Men shu desangiz to'yimiz bo'lganidan beri erimni energiyasini olib kelaman. Ertalab bir kachatsa, obedga bir kachatsa, kechqurun bir kachatsa ishdan kelib, ya bir zerisak uyg'onib ketsa yana bir kachatsa. Xullas kalom, butun umrimiz turmush qurganimizdan beri kachatsadan iborat. Qo'shni. Ha, 10 yildan beri kachatsa. Kachatsa bor bola yo'q. Kachatsa bor natija yo'q. Oling, ko'p g'iybatga berilmaylik, biz faqat suhbat qilyapmiz, tushundingizmi? Ana, karta o'ynab o'tiribdilar. Voy dadasi, bigomiga. Qo'shni, Ha? ne para. Aytganimi? Xotinga to'xtab berib qo'ygan edi. Xotin quli. Dadajonisi? Kachatsa vaqti bo'ldi, karta o'ynab o'tiribsizlar. Yuring uyga. Qo'shni. Meni to'ji para qarang. Sizga uy ro'zg'or ishlari, bizga kachatsa vaqti boshlanibdi. O'sha uchun g'iybatli suhbatimizni ertaga chiroyli davom ettiramiz. Qani yig'ishtiramiz.